Mana Minsk mototsikllar. Hujjatlari yo'q hech qaysini. Manzil Samarqand viloyati, Kattaqo'rg'on shahar. Yetkazib berish xizmati yo'q. Kelib, ko'rib, ma'qul bo'lsa shu mashina topishga harakat qilamiz. Katta yo'lga chiqarib, paputi ketayotgan mashinalarni orttiramiz. Mana bu Minsk, puli 4,5 million, bo'layotgan joyi 4 million. Ikkita baloni absolutno yangi mo'ylovlari bilan turibdi. Lifan priborniy panel turibdi. Speedometr, taxometrlari ishlaydi, поворотнийлari yonadi. Yangi amortizatorlar, arqa balon ham yangi. Bari oldi, arkasi yonadi. Shu puli 4,5 million, bo'layotgan joyi 4 million, sidinkalar chexol bo'lgan. Korobka motorlari yaxshi, polnisda bo'lgan. Nechinchi remontligini bilmayman, lekin gilzalar hech qaysini. Ha, bu Minskda ham bilasizlar, video qiluvdim. Kraska bo'lgan. Mana baloni. Puli 3 million, taqalgan joyi 2,5 million. Kelasiz. Gitta mufta buksovat qilyapti. Shuni ochib yopishga hech vaqt bo'lmayapti-da. Hozir gitta yog' sovordim, balkim yog'lanib yaxshi bo'lib ketar. Yangi vipska motor, sidinkalar chexol bo'lgan, kraska bo'lgan. Bu Lifan 80 kublik. Balonlari yaxshi. Zamani managi taka svarkasi bu, ayibchasi shu. Puli 3 million, bo'layotgan joyi 2,5 million. Buni ham yurishlari yaxshi. Akkumulyator qo'ysangiz statordan ham oladi, bo'lmasa bir tepsangiz zavod oladi bu ham. Vilka Minskga qo'yilgan.